Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. C++ darslarini davom ettiramiz. Bugun ikkinchi darsimiz. Bugungi darsimizda birinchi dasturimizni yaratib ko'ramiz. Buning uchun CodeBlocks dasturini ochib olib, unda file degan bo'limni bosamiz. New tugmachasidan. Bu ochilganidan file degan tugmachani bosamiz. Va C va C++ source degan bo'limni tanlab Go tugmachasini bosamiz. Skip qo'yamiz. Ochib qo'ysak ham bo'ladi va next tugmasini bosamiz. Bu yerdan C++ tanlab faylimiz joylashuvi, ya'ni qayerda joylashganini berishimiz kerak bu yerda. Buning uchun fayl bo'limida yangi yaratib C++ darsini bosib, faylni nomini tanlaymiz bu yerda. Ya'ni birinchi dars tur deb qo'ysak ham bo'ladi. Finish tugmasini bosib, bizda mana yangi fayl yaratildi. Bunda dastur yozishimiz kerak. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigani include bilan, ya'ni chaqirish degani bu include yozib, mana bunday skobkaning ichiga iostream deb yozamiz. Iostream bu kutubxonaning nomi bo'lib, kiritish chiqarish kutubxonasi hisoblanadi. Ya'ni iostream bu input outputdan keladi, ya'ni input output stream, ma'lumotni kiritish va chiqarish degan ma'nolarni anglatadi. Undan keyin nomlar fazosini yozamiz. Bu using namespace std va undan pastda asosiy metodimiz, ya'ni main metodini yozamiz. Bunda int main bo'ladi. Tushunmagan biror joyimiz bo'ladigan bo'lsa, keyingi darslardan tushunib olamiz. Birinchi darsimiz bo'lgani uchun aytib o'tishimiz kerak. Bu albatta tushunmovchilik bo'ladi va mana bu 3 ta asosiy bo'lim har doim o'zgarmas bo'ladi bizda keyingi darslarimizda. Bu main metod biz uchun asosiy hisoblanadi. Buning ichiga biz asosiy kod yozishni boshlaymiz. Buning uchun biz ekranga birinchi dasturim degan yozuvni chiqarib ko'ramiz. Buning uchun cout kalit so'zidan foydalanib ikkita kichik belgisini yozamiz va bu yerda qo'sh tirnoq ochib, qo'sh tirnoq ichida ekranga chiqarish, ya'ni bu qo'sh tirnoq degani ekranga ma'lumot chiqarish, ya'ni chiqarmoqchi bo'lgan yozuvimiz aynan mana shu qo'sh tirnoq ichida yozilishi kerak. Buning ichiga biz birinchi dasturim deb yozamiz. Va oxirida return 0 bilan tugatishimiz kerak. Endi bu dasturimizni ishga tushirishimiz uchun avval tekshirib olamiz. Build degan tugmacha bor bizda tepada. O'sha build tugmachasini bosamiz. Dasturimiz tekshirib beradi. Pastda mana loglar bo'limida build loglarni ko'radigan bo'lsak, bizda xatoliklar bo'ladigan bo'lsa keltirib chiqaradi. Endi run tugmasini bosadigan bo'lsak, biz dasturimizni ishga tushirib beradi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, birinchi dasturim degan yozuv chiqyapti bizda birinchi qatorda. Bu bizning birinchi dasturimiz ishlaganini bildiradi. Bu oynachani yopib davom etamiz. Bu mana bu ko'rib turgan qismimiz bizning konsol qismida biz yozgan dasturimiz natijasini keltirib beradi. Bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz.